Aha. Men o'zi Rossiyada ishlayman. Aha. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? O'zim 4-yilman. Aha. Rossiyada ishlayman. Firmada. Ismingiz nima opajon? Ismim Zilola. Zilola opa, omadingizni bersin. Mana hozir 60 ming rubl ishtirokidagi o'yinimizga qo'yilgan sovrinlardan eng glavnesini 60 ming rublni yutib oldingiz opajon. Yana rizqingiz ziyoda bo'lsin. Mana 60 ming rubl oling. Tabriklaymiz. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Yutganlar bor, yutkizganlar bor o'yinimizda ishtirok etib. Ishonchli ekan. Men ilk birinchi biletni olib, bani yutib oldim. Ishonsanglar bo'lar ekan. Omad ekan. omad kelsa hech narsa emas opa. Ha, omad kelsa hech narsa emas. Opajon, Muhammad Chesni kanali ishonchli ekanmi? Ishondingizmi endi? Ha, ishonchli ekan. Ishonsanglar bo'lar ekan. Rahmat. Men yutib oldim. Rahmat opajon. Finalimizdan O'ynab ko'rsanglar bo'ladi o'yin. Bo'ldi azizlar. Mana ko'rib turibsizlar, opamizdan 60 ming rublni yutib oldilar. 60 ming rubl ishtirokidagi o'yinimizni finalimizni o'tkazib bo'lganimizdan keyin o'zimiz aloqaga chiqamiz. Karta raqamlaringizni yuborib qo'ysangiz, pullaringizni tashab beramiz va pullaringizni olganligingiz haqida bizga dumaloq videocha tashab qo'yasiz. Uni obunachilar ko'rishadi. Xo'p, Ishonch uchun kattakon rahmat sizga.